O'rtoqlar 167 ming dollarga men sizlarga zo'r uy topib qo'ydim. 235 sotuv. 3 ta uровень 100% podvol, narxlarni chiroyli qilib kelishtirib berishadi va 100% shuni bitirib berishadi. Ichkari 99% pashti bitgan. Xo'p, mana nomerlari bemalol shu nomerga qilsangiz ham bo'ladi. Pastda ham egalarning nomerlarini yozib qo'yamiz. Ikkita nomer berdilar. Bittasi bu, bittasi pastdagi nomerlar. Bu zeleniy zona qilsangiz bo'ladi. Darvozalari avtomatik ko'tarilib tushadi. Pultli, bemalol bo'tga bitta mashinangiz sig'adi. Orqa hovlilari bor. Men sizga ichkarini ko'rsataman. Podvol 100% o'rtoqlar. Bemalol sex qilib foydalansanglar ham bo'ladi. O'tda katta bitta hol bor va oshxonani shu tarafga qilasiz. Xohlasangiz eshik yopiladigan, ochiladigan oynali eshik studiyniy variant qilib olsangiz bo'ladi. Bu yerda birinchi qavat uchun umumiy sanuzellar joylashgan, remontlari zo'r. 100% bitirib beriladi. Eshiklargacha qo'yib beriladi. Bu yerda kattalar yotoqxonasi, orqa hovliga qaragan akfa romlari bor. O'zlari uchun qurganlar, unaqa arzonchi narsalarni ishlatmaganlar. Bu yerda bitta zali bor, orqa hovliga chiqish, eshiklari ham o'sha yerda, u ham akfa eshiklari. Xo'p, bir podvolga tushamiz. Podvolda katta xonalar qoldirilgan. Sex qilsangiz, xohlasangiz bozorchi bo'lsangiz, yuklaringizni qo'yishga ham kattagina joy. Bu yerda bitta pustoy xona bor. Bu tarafda o'sha uyni isitish sistemalari shu yerda bo'ladi. Remontlari zo'r. Bu tarafda bo'lsa, katta mana aytgan xonam, bemalol bu yerda tikuv sex qilasizmi yoki mollaringizni olib kelib tushirib saqlaysizmi, bemalol bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqamiz o'rtoqlar. Ketdik. O'rtoqlar mana ikkinchi qavatga ham chiqib oldik. Ikkinchi qavatda kichkinagina bitta koridori bor. To'g'rida ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzellar joylashgan, katta kafillardan chiroyli qilib qo'yishgan, 100% bitiriladi. Perillalari ham qo'yib beriladi. Eshiklari ham hattoki. Bu yerda kattagina bitta xonasi bor, zal sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda kattalar yotoqxonasi, juda ham kattagina, mebelli zonalari bor, akfa romlari qo'yilgan. Orqa qo'shni bilan ko'z-ko'zga tushmasligi uchun shunaqa devorlarni qilishgan, havo aylanadigan qilib. Xo'p, bu yerda yana ikkita xonasi bor, umumiy 6 ta xona, 100% podvolga ega ushbu xonadonimiz Toshkent shahri Bektemir tumani Sohil mahallasida, Bektemir postidan 150 metrgina masofada joylashgan. Gaz, svet, suv, Wi-Fi, kanalizatsiyadan muammosi yo'q. Narxi 167 ming dollar. Pastdagilar nomeri bemalol telefon qilib savdolash, xarid qilsangiz bo'ladi. Uy-joy so'ragan yaqinlaringizga tez videoni jo'natib qo'ying. Sog' bo'linglar.